Madinadagi dahshatli ilon bo'lgan voqea. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Iltimos, videoroliklarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Madinadagi dahshatli ilon. Ramazon oyi munosabati bilan ajoyib yangilik. Sifatli kamera bilan siz endi uyingiz, ishxonangiz va boshqa joylarni uzoqdan turib kuzatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Arzon narxda xarid qilib qoling. Shoshiling azizlar, mahsulotlar soni chegaralangan. Peshona teri bilan topgan jamg'armasidan zakot bergan dehqon bir do'sti bilan haj safariga otlandi. Dehqon zakotni ado qilganidan so'ng qolgan pullarni belboqqa o'rab beliga mahkam qilib bog'lab oldi-da, yo'lga ravona bo'ldilar. Bir necha yo'l yurib Madinaga yaqin qolganlarida bir karvonsaroyga to'xtadilar. Peshin namozini o'qishga niyat qildilar. Tahorat olish uchun chiqib turgan buloq suvlardan birining yoniga borib o'tirgan dehqon biroz hordiq oldi va tahorat qilib namoz o'qidi. Do'sti bilan Madina tomon yo'l olar ekan, biroq belidagi pullardan bog'langan belbog'ini tahorat olgan buloq yonida unutib qoldirganini bildi. Qaytsammikan, o'ylardi dehqon. Oradan ancha-muncha vaqt o'tdi. Allaqachon kimdir topib olib ketgan bo'lsa kerak. Odam gavjum joy bo'lsa. Mayli. Ammo bir umr yiqqan boyligim edi-ya, o'ylardi xayolida. Dehqon do'sti bilan haj safarini chiroyli tarzda ado etdilar. So'ngra yana o'sha yo'l orqali ortga qaytdilar. Pulini unutib qoldirgan karvonsaroyga namoz o'qish uchun to'xtadilar. Dehqon o'sha pulini unutib qoldirgan buloq bo'yiga oshiqdi negadir. Ammo u buloq bo'yiga hech kim o'tmayotganidan taajjublandi. Dehqon o'sha buloq tomon yurgan edi. Odamlar uni to'xtatib dedi: "U buloq bo'yiga borma. U joyda katta bir ilon bor. Yaxshisi boshqa buloqlardan birida tahorat olaver." Dehqonning qiziqishi ortdi va dedi: "Yo'q, men o'tib ko'raychi, qanaqa ilon ekan?" Dehqon buloq bo'yiga o'tib, ne ko'z bilan ko'rsinki, belbog'iga o'ralgan pullari turar edi. Dehqon xursand bo'lib pullarini olib, yig'ilgan odamlarga bor gapni aytib berdi. Shunda odamlar orasidan bir ulamo dedi: "Ey musulmonlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini eslanglar. Kimki topgan molidan Alloh uchun zakot bersa, Alloh uning molini o'g'ri va har xil talofatlardan asraguvchidir deganlar. Ushbu birodarimiz ham zakotni o'z vaqtida Alloh yo'lida berganligi uchun bu belbog'dagi pulni Alloh odamlar ko'ziga ilon shaklida ko'rsatgan va ushbu omonatni o'z egasi kelgunicha saqlagan." Hurmatli tomoshabinlar, ushbu voqea kimgadir ibrat, kimgadir saboq bo'lishi uchun video ostida bor yo'g'i bir donadan like qoldiring. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.